Tarmoqli marketingga kirib kelganimda 15 ming so'm pulim yo'q edi cho'ntagimda. Hozirgi kunda xalqaro toifadagi tarmoqli marketing ekspertiman. Siz o'ylayotgandirsiz, Nargiza Umurbekovnada hammasi silliq ketgan deb. Yo'q qizlar, cho'ntagimda ofisga borishga 15 ming so'm pulim yo'q edi. Har kuni ofisga 50 kilometr uzoqlik joyga borardim, 50 kilometr uzoqlik joyga kelardim. O'sha vaqtlari proyez 15 ming so'm edi, endi 8-9 yil oldin, lekin hozir adashmasam bir 30 ming so'm atrofida. Nima qilardim, bilasizmi? Telefon qilardim. Alo, assalomu alaykum Dilnoza, yoningda 15 ming so'm pul bormi? Ha, bor, mening proyezimga yetmayotgan edi-da, yo'lga chiqib turgin derdim. Qarang, ofisdagi qizlar mening yo'limga chiqarib turar edi 15 ming so'm pulni. Va mana shunday qilib har kuni ofisga borardim. Nima uchun? O'chib qolmasligim uchun. Ofisga borsam, u ishning jarayonida bo'lar edim va yana menda o'zimga nisbatan ishonch ortar edi. Siz uyda yotib onlayn ishlayman deb o'ylamang yoki uyda yotib men hozirgi kunda ishim yurishmayapti deb o'ylayotgan bo'lsangiz, demak siz jarayonda bo'lmayapsiz. Agar har kun ofisga boradigan bo'lsangiz, har kuni ustozingizni ko'radigan bo'lsangiz, energiya olasiz.